Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilarimiz. Xudo xohlasa xotira kunini o'tkazib 10-iyundan boshlab Farg'ona vodiysiga safar uyushtiryapmiz. Inshaalloh 10-may kuni kechqurun soat 18:00 da Namangan shahridagi Axsikent mehmonxonasida bo'lib o'tadigan namanganliklar bilan uchrashuvga taklif qilaman. 11-may kuni soat 11 da Andijon shahridagi yangi qurilayotgan ko'prikning yonida, temir yo'l vokzali yaqinida O'zturk, bu yerda ikkita O'zturk bor. Birinchisida O'zturk 1, ikkinchi qavatida soat 11 da bo'ladigan uchrashuvga taklif qilaman. 12-may seshanba kuni soat 11 da Qo'qon shahridagi Amiriy kutubxonasida bo'ladigan uchrashuvga taklif qilaman. Vodiyning mana shu 3 ta shahrida 10, 11, 12 kunlari bir ijodiy uchrashuv, dildan suhbat qilamiz. Marhamat, kelinglar, suhbatlashamiz.